Salam ekran aldiki qadrli ko'rman do'stlar. Naq maydondagi sevimli baholg'uchilar, ustozlar, karxonchilar. Hammanglar yaxshimisizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Odukan Madaniyat tarqitish şirkati, Şinjan Oshpazustam yemak-ichmak şirkati birlashib uyushtirgan, Urumchi Hayot So'shal şirkati shaxta maylari tajdorligini olgan, Şinjan Qo'shnur yemaklik taraqqiyot şirkati, Qo'shnur kasmi cho'plari alayida qo'llagan, shaxta am Oshpazustam talant sahnas programmasi, men riyosatchi Nadira Shavkatdan hammanglarga o'tliq salom. Salam ekran oldidagi ko'rinmanlar, salam bog'lig'ich ustozlar, karxonchilar. Men Şinjan Oshpazustam talant sahnas programmasining riyosatchisi Javdat Rabqatdan hammanglarga mehrlik salom. Qo'sa programmamizni boshlashdan burun oldi bilan ko'pchilikka programmamizga qadam tashrif qilgan sevimli bugungi 3 moyirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Sizlarni qarshi olamiz. Yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Bular bek mag'rur chiqdi bular. Bizlarning qari yo'q. Yo'q. O'zinglarni bir tanishtirib o'tamizlar. Sizdan kelsin. Mening ismim Abdurim Mehmet, Qashqar shahar Bashkiram yezidan keldim. İsmim Farhat Osman, Qashqar shahridan keldim. Mening ismim Elijan Qo'por, men Güzel Tumuşib keldim. Men bunda qarab baqsam, men 3 aylarning orasida sizning yeshingiz hammadan kichikda qilib turdi, ha? Bu yil qancha yoshga kirdingiz? 24 kichikdim. 24 ga kirdingizmi? Undan so'ng oshpazlik kasbi bilan shug'ullanganimi uzoq bo'lmadi, haqiqatan. 11 yil bo'ldi. Voy, 11 yil bo'pti-ku. Men sirgan 24 yil oldi edim. Shunday men siz maktabda o'qiyotgan vaqtdan boshlab shu kasb bilan ancha-muncha uchrashganmi? Maktabda o'qiyotgan vaqt uchrashmagan, men oshpazlik kirsam, oq xalat bilan oq moz ketganman, ham sayqorsam lapildab o't chiqayotgan deb shu sababli kirib qolgan. Menga qiziq oldi ya, oq xalat bilan oq moz kiyganman. Sayqorsam lapildab o't chiqadi ekan. Sizlarning uyda sayqorsa o't chiqmay is chiqamdi. Yo'q, mayda deganim var. Sayqorsak qozonning ichida ko'yadigan bu o't. Shu sababdan kirgan. Bu hissiyat bir xil sizga san'atdek bir xil to'yg'ini beribdi-da. Shu o'zim bir qozonning ichidan o't chiqarib baqsam degan hissiyat bilan oshpaz bo'lib qoldim-da. Men ishonmanki bizning mayirlarimiz cho'qim o'zlari eng yaxshi ko'rilgan tomoqni bizning sahnamizga olib chiqadi. Yesh kichik bo'lgandan keyin bu yoq sahnaga bulmaga keldimikin. Undaq emas-ku. Bo'ldi. Ondan bo'lsa bizning o'tirdiki mush mayirimiz. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz? Siz qanday qilib oshpazlik kasbi bilan shug'ullanib qoldingiz? Men kichikimdan qo'zqamga amroq, lekin onam aytgan cho'churga bek amroq qo'g'ach. Mushu cho'churini deb mush oshpazlik kasbiga chirkatganman. Endi bir umr cho'chur yetib o'ltirmaydigansiz. Yo'q. Taraqqiyot uchun taqa izlanma taqa. Chiqishlar uchun. Esil. Shundoq. Odatda mush kasb bilan shug'ullanganlarning ko'pinchisi qo'soq amroq keladi, ha. Gerçi men oshpazlikni tanlamagan bo'lsam-mu, lekin men qo'soqqa amroq. Lekin o'zimni kontrol qila olmayman. Bular ko'rayvermaylik chorboq kirib qolgandek to'yib qolar, beshida qo'soq amroq bo'ldi. Keyin u shunday to'yinib qoladi. Shundaqmi? Bular tetig'ichilar odatda bir ataqsini yeyita deyman. Bo'ldi, unda bo'lsa Sizniki oshpazlik kasbiga. Mening oshpazlik qiziqishimda bir sabab bor. Endi bu sababda mening yaxshi birga o'ynab cho'ng'agan bir do'stim kichigimda shu oshpazlik kasbini tanlab ekan, shuningki qizg'inligidan men bu oshpazlikka qadam qo'ygandim. Sizcha oshpazlik qanday bir kasb? Endi hozir qilsam oshpazlik intayin go'zal, yaxshi kasb ekan. Men mush ishimga kelguncha mush oshpazlikda taraqqiy qilib, turmushimni yaxshi qamdab ketib borman. Eng muhimi shu, ha? Shundoq. Mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin yoki ruhiy jihatdan bo'lsin, ruhiy jihatdan o'zining oshpazlikka bo'lgan qiziqishni qondira oladi. Iqtisodiy jihatdan bo'lsa, oshpaz kasbining haqiqatan kirimbek yaxshi. Shundoq. Hozir bu yoqniki degan bir og'iz gapi meni haqiqatan ta'sirlantirdi. Men yezda tug'ilib cho'ng bo'ldim-ku. Eng muhimi odam bilim olish kerak-ku. Uningdan keyin u bo'lmay qolsa hozir men inim deydi-ku, men hunarga kirdim deb. O'zi kalla ishiltib topgan pul bek barakatli bo'lib ketdi. Shuni bilan birga cho'qim o'zining qiziqqan narsasini kasb tutish kerak. Programmamızda netijaga erishgan mahirlarni Şinjan Oshpaz Ustam yemak-ichmak boshqaruv cheklik shirkati katta mukofotlar bilan mukofotlaydi. Birinchi darajalik mukofot 100 ming yuan naqd pul, ikkinchi darajalik mukofot 50 ming yuan naqd pul, uchinchi darajalik mukofot 30 ming yuan naqd pul.
Bo'ldi ko'rman do'stlar, unda bo'lsa programmamizning texmi adil bo'lishi uchun oldi bilan biz bağlıqçılarımızın arasidagi Luqman efendimni so'zga taklif qilamiz. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Mahirlerimiz meydana düştüğün burun aşkhandaki nazaretçi ustazını yüzüge çek tatış arkalık talap çıkıdı. Bo'ldi, unda bo'lsa bizning Nazifa ko'zimiz sahnimizga keltirilsin. Talay qapıq kelsin. Mana o'zinglarning ta'limini bir sinab baqsanglar bo'ldi, ha? Mush orqali o'zinglarga nazoratchi ustoz tanlaysizlar. Ustozni ko'paytirma. Qani sizning ustozingiz kimkan? Rustamjon ustam ekan. Mana bu yoqningki nazoratchi ustasi Rustamjon ustoz. Meningki Yusenjon. Sizning ustozim İbrahimjon ustam. Bo'ldi. Qani mayirlar tayyorliginglar bitdimi? Peshtamini taqab amsa asta yo'lga chiqamsizlar. Unda men qaramlar. Bo'ldi, sizlarga omad xiyar olsun. Men Şinjan aşpez ustam talant sensiga tanlanganligimdan nəhayət xoş oldum. Muş münasibət bilan özümninki 24 yillik aşpezlik hayatımdaki öyrəngan bilimlerimni sen orqali xalqimga sunalganligimdan nəhayət xoş oldum. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Oshpaz ustam talant sahnasi programmasi yemak-ichmak musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Shinjongdagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemak-ichmak madaniyatini avj oldirib, Shinjongning noz-ne'matlarini tonishtirishni bosh tema qilgan. Har millat yemak-ichmak ustalari va yemak-ichmak havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Shinjong ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemak-ichmak madaniyatiga tuhfa qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundoqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Mana bizning bugungi birinchi nomerlik mayirimiz Elijon ustamning o'z qo'li bilan bizga tayyorlagan kebab. Kebab demdik shu vaqtda Elijon ustam. Buni alayda qo'g'i kebab deymiz. Alayda qovurg'i kebab. Men Nadira meni tuyuqsiz qarayib, men qo'yni voqeaga uchirgan qo'ydim. Xo'jadan soldimmi deyman. Siz qachon o'ylab baxmagansiz-a, mening mushunaq zilva go'zalligim qarab, mening mushunaq go'sht yeyishga amroq debchi. Ya, mamchu zot naqslarning badninglarga tushgan qo'g'idi qilib emasmi? Odatda qovurg'i sal mayliq chiqadigan-a. Men paqlan go'sht yeyishlik bo'ldi deb balkim usta. Shunday qaymoq yegandek-chu. Undan so'ng qo'rmingizni oldi bilan bizning shu bog'liqchilarimiz bir tetib baqsinmi? Bo'ldi. Undan bo'lsa, mahajja ma'lumga opirimizda. Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ustam bugungi qo'rmangizdan o'zingiz rozi bo'ldingizmi? Rozi bo'ldim. Odatim shu musholatni itatdimdan. Shunaqa, esli butun chiqdi, qo'g'lar uzun. Men yeyishga epsiz bo'ldi ekan deb chanab chiqdim. Qaraganda qo'rimingiz haqiqatan o'xshaganda qiladi. Bo'ldi hamsa, siz tushib orom ag'ashtirsangiz, biz sahnamizga bugungi ikkinchi nafar mayirimizni taklif qilamiz. Qani, marhamat. Marhamat. Shinjong oshpaz ustam yemak-ichmak cheklik shirkati uyushtirgan
ustamlar talant sahnesiga o'z kasbimni, talantimni namoyon qilg'ili keldim. Oshpaz ustam talant sahnesi programmasi yemek-içmek musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozin ne'matlarini tonishtirishni boshlaymi qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga to'p qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling. Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Vah, qanday? Mana bizning 2-chi nomerlik mayirimizning bizga tayyorlagan qo'rimisi nima degan chiroylik, nima degan lapsa? Güzellik sende ihram adat. Qo'rimizni bir tanishtirib o'tamsiz. Bu qo'rimamning ismi Qashqa to'xi qo'rimisi. Qashqarlik to'ximi? Qashqa to'xi qo'rimisi deymiz. Buning asosiy tarkibi zag'rinan, to'xi go'sht. Shu qaldisi samsaq ko'kka sinjan degan materialni bilan. Odatda shu zag'irnan oilada bek yeyilib ketmaydi. Zag'irnan devidi ishtikman sizga qardim. Zag'irnan ras oilada bek yeyilib ketmaydi. Buni burun ota-bobolarimiz haqiqatan yepdik. Amaliyotda shu tsulyang deymiz. Zag'ira haqiqatan odam badaniga noytim foydali. Agar oshqozingiz yaxshi bo'lsa, zag'irni ko'proq yeb bersangiz. To'g'ri dedingiz. Ma ustamning kamzi asos zag'irni simol qilgan asosda. Shundaq. Endi ma yasiganim ham yangoqning talachisi. Bu hamda doğruluk qimmati bor. Buning mingini jonlantirish, mush xotanning yangoqlari bilan Qashqaning yerlik mahsulot ikkisini birlashtirib. Shuni deymiz emasmi? Odatda shu rassomlar, haykaltirashlar tamaq italishi natayin. Lekin tamaq italaydigan odam cho'qim mushu ishlardan xabardorimiz bo'lmaydi. Bo'lib bizning oshpazlar. Hozir sizningki mushu ishlatgan tovuqingizmi? Haqiqatan shu yangoqning yog'ichidan yasagan tovuq. Asosi hammasi yog'och, tabiiy mahsulotdan. Bo'ladi, undaq bo'lsa, mushundaq tabiiy ko'rkam mahsulotdan hammamiz birlikda bir eg'iz tegib boqqan bo'lsak, oldi bilan o'sha aziz mehmonlarimiz. Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Tamoqlaringiz bek o'xshabdi. Mushturqida shu purg'i degan, shu burnimga o'rilib turyapti. Bo'ldi, unda bo'lsa bizningki bog'lovchilarimiz tamoqqa eg'iz tegib bo'ldi. Unda bo'lsa pastga chiqib aramag'ish turing. Şinjan oshpaz talant sahnasiga o'z ömrümni joriy qildirish uchun va ustamlarning tamoqlarini o'rganish uchun keldim. Oshpaz ustam talant sahnesi programmasi yemek-içmek musobaqa shaklini olgan programma bo'lib, Şinjandagi tunji qitimliq oshpazlik turidagi universal san'at programmasi hisoblanadi. Programmamiz Jonghua yemek-içmek madaniyatini avj oldirib, Şinjanning nozin ne'matlarini tonishtirishni boshlaymi qilgan. Har millat yemek-içmek ustalari va yemek-içmek havaskorlariga o'zaro fikr almashtirib, o'zgacha esil ta'mdan tang bahramon bo'lish sahnasi hozirlab berishni maqsad qilgan aktiv energiyalik programma. Şinjan ichidagi qadimiy taomlarni qezib chiqish, yurtimizning yemek-içmek madaniyatiga to'p qo'shish asosida alohida ta'sis qilingan oshpaz ustam talant sahnasiga mohir tizimlash boshlandi. Ekran orqali urug' tuqqan do'st birodar, shundaqla tomoshabinlarga mahoratingizni namoyon qiling.
Her birimizning tam tuyg'usida bir yenilik bor. Mana bizning bugungi yeshi eng kichik muayirimiz Abdurim Mehmetcanninki bizga tayyorlagan qorimiz tayyor bo'ldi. Qo'rimizni bir tanishtirib o'tamsiz? O qo'rimning ismi Inoq oila. Vay. Nima? Inoq oila. Inoq oila. Xish edi jating. Ma qo'rimning ismi Xish edi jating kana. Buningga qanday materiallarni ishlatdingiz? Qo'yninki tash börki, ananiki ish börek, jurak, parchoq deganlarni ishlatdim. Asosiyatan qo'yninki ishki a'zosini ko'proq ishlatdim-dan. Undan keyin parchoq, shundaqmi? Bo'ladi, unda bo'lsa qo'rimingizga oldi bilan bizningki bag'ishlarimiz egizlik baxsin. Her birimizning tam tuyg'usida bir yenilik bor. Inoq oila deb qo'yib demasmisiz? Oldi bilan shu qo'rimalarningki ismi birinchi bo'lib odamni o'ziga jalb qildi. Uningki rangi, shundaqmi? Uningki ta'mi. Qo'rimingizni aytimi ko'rgan bo'pti. Balkim yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin va sizga yaxshi natija erishishga tilakdoshlik bildiramiz. Ona bo'lsa qolgan ikki mayirimizni sahnimizga taklif qilamiz. Qani marhamat. Qani sahnimizga marhamat. Her birimizning tam tuyg'usida bir yenilik bor. Ko'rayotganinglar Şinjan Odukan Madaniyat tarqitish şirkati, Şinjan Aşpazustam Yemek-içmek şirkati birleşip uyushtirgan, Ürümçi Hayat Suv şirkati Şaxta maylari tajdorligini algan, Şinjan Qo'shnur Yemeklik taraqqiyot şirkati Qo'shnur kasmi cho'plari alayda qo'llagan, Şaxta Am Aşpazustam Talas sahnis programmasi. Her birimizning tam tuyg'usida bir yenilik bor. Ona olsa bizning bağlıqçılarımızın 3 mayırğı bo'lgan bahas qandaq bo'ldi ekan birlikda anglab baqaylik. Bo'ldi. Unda olsa Mahatcha molimdan anglagan bo'lsak, bu navbatdagi mayirlarningki taomlari nihoyatda bir-birisidan isel, bir-birisidan ko'rkam, mizilik chiqibdi. Endi buningda oshpazlik kasbidagi dumlab pishirish, qo'rib pishirish, qaynatib pishirish deganlardan asosan ko'rilibdi. Ham bu mayirlarningki bundan keyinmi mushu kasbini tirishib o'rganib, texnik yuqori natijalarga qo'lga keltirishni umid qilaman. Rahmat, rahmat. Men bugun bu mayirlarniki aytgan tamoqlarga qarab, bizning mushu yaqindan buyon oshpaz ustamlarningmi, zamonga moslashib, mushlarning tamoq ichish mahoratlarininki kundan kuniga yuqori ko'tarayotganligini his qildim. Yanada bu to'g'riliq nurg'un izlanganligini his qildim. Bizningki Paracha ustamninki Qashqar to'qi qo'rmisi. Masalan, mushu Qashqar to'qi qo'rmisi degan tamoqning o'zi bir oddiy tamoq bo'lsa-mu, buningki bezilishi, ashning moslashganligi qatorliq nurg'un bezaklarni ishlatish orqali tamoqning gavdasini ko'targan. Demak, bir narsani biz ishlab chiqargan bo'lmaydi. Ishlab chiqarishdan boshqa yana uningga nima mos keladi, ishlatishga nima to'g'ri keladi, mana shunday ishlatib shu tamoqlarniki sifatini ko'tarsak bo'ladi. Shuning uchun Paratjonga rahmat aytaman. Rahmat ustoz, rahmat. Bo'ldi, unda bo'lsa biz tuvanda bizning alayda bağlıqçımız Ma ustozni so'z qilib berish taklif qilamiz. Yo'qing Ma Lulin 先生为我们讲几句话。谢谢大家，三位选手菜做的也非常不错，那个营养搭配也非，食材也挺丰富的，色泽也不错，希望你们能有一个好的成绩谢谢大家。Rahmat. Bo'ldi, Bahargul ustoz. Mening demoqchi bo'lganim, abiyamma bir mayir deb o'tdi-ku. Men mushu oq xalatni kiyishni yaxshi ko'rib, qozondan o'ch qolganni shuligi qiziqish orqali bo'lib qolgan ekan. Endi mening demoqchi bo'lganim, bu oq xalatni kiyishga munosib ikki xil kasbdagi odamlar bor. Birisi bizning doktor, sestra, ikkinchisi mana bizning mushu ustamlarimiz. Javob chekdinglar, hammanglarga rahmat. Rahmat, rahmat. Turdi ustozdan anglagan bo'lsak, yaxshimizlar, mahirlar. Oq xalat deb
ustozlar nurg'unlagan tarbiyalarini qilib bularni maqtab etdi. Demak, bu oshpaz ustamlar biz oqsab xizmatini qilgan. Har qanday yerda bo'lsin, oldi zal taraf tamoq yeyuvchilar bo'lsa, biz oqsabda mush oq holat bilan tamoq etimiz biz-ku. Bu tamoq etishda hamda oq holat kiyishlik maqsad bizning pokizlikning simvoli. Çoxum oq holat kiyishimiz kerak biz kasb egalari. Hammalarga mush bo'lib uch mahirlarga deydiganim, buning o'ziga texim ishinglarning ro'naq tepishni Yunurlarni teximo joriy qildirib, texim mushtaq sakna ko'plab chiqishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat, ma'lum sizga rahmat. Ustozlarimizningki bahosiga rahmat-da. Bo'ldi, unda xo'sh tuvanni biz Beijingdan alayda taklif qilingan bizning oziqshunos Zhao muallimni so'z qilib berishga taklif qilamiz.有请赵老师为我们点评。那么这次啊，这个咱们新疆烹饪大师餐饮管理公司与这个欧蒂卡姆这个传媒公司呢，这个举办的这个活动啊，非常好。为什么？它有助于我们厨师餐饮界的工作人员呢，以这个交流，是吧？而且每一次大师的点评呢，也是我们学习的一次机会。所以说呢，我们这次取得好成绩，不仅是取得成绩，在这次活动当中也要学习到，学到一些东西。那么，比如说今天我们的菜品，第一道菜和第三道菜呢，都是羊的产品的内容。这个羊啊，对我们人类这个身体呢，有着很好的这个帮助啊。那么它呢，在肉质里边的肉质动物里边呢，那么它这个胆固醇和脂肪啊，都比其他这个肉质的东西要少，所以它又是温补型的。如果按中医、中草药、中医的这个说法来说，甚至它都可以是作为药材。我们中医也说一句话叫药食同源，也就是我们吃的东西有一部分都是药物。所以说羊是我们肉类当中是最好的个食物了。那么现在我们牵扯到我们这个厨师在烹调过程当中呢，一个是口味的东西，一个是技术上的东西。那么现在呢，由于社会的经济条件好，还有一些个装饰的东西，也是很重要的。比如说我们第一道菜是羊排，那么你这个当时制作是一个整块的羊排，是吧？应该是这样的。为了我们评委品尝的方便呢，你给它剁成了小块儿。那么这里边，因为我们这些人呢，为什么我说是一次很好的学习机会呢？凡是在座的这些大师，他们都经历在全国各地各个赛场、各个学习班，他们经历了很多每一道菜品的经验。那么如果今天你这个羊排，如果像我说那样，底下是羊排，上边有一块青白的骨头，干净的骨头，然后缠着一圈纸花。如果数好了评委多少个人，你就立着多支几根摆成一圈，然后评委拿着的时候呢，又直接就拿着这个纸花这个位置，啊，拿着的比较好拿。第二个造型也非常好看，啊，这是我的建议。啊，羊的营养价值那我就不用说了，刚才已经说了，这是给您那块的一个建议。不过这个我刚才尝了一个，口感也是不错的。为什么这么说？因为我们汉民呢，这个吃这个肉食的东西啊，凉了我们一般是不吃的，因为它消化或者口感都会变。但是我今天尝了你这口感，凉了也是不错的。因为我今天这几天在餐厅吃饭的时候，我观察你们这边的肉凉了，大家都是吃的很香。那我今天我也想尝一尝这个口感怎么样。结果呢，哎，确实你们这个肉做的非常的好，凉了也是可以到我们很好口感的，非常不错。我们说第二道菜，这喀什炒土鸡，对吧？喀什，我觉得你那个很有创意，做了一个小树，用核桃里面那个皮那个瓣儿的做了一个这个那个，因为本身新疆呢就在干果方面就是比较有名气，然后你又用核桃里边的芯呢做了个树，这个非常好。但是呢，就是说，你要在树下要用面或者用什么其他的东西雕几只小鸡儿放在树下，那就装饰性就更好了。还有一个呢，你的树跟你的树啊，跟这个鸡呢混合在一起，显得很乱，整体看着很乱很花，都是星星点点。第二个颜色呢也混在一起，颜色不区分，跟装饰的和菜品的内容呢混在一起，都是棕色的土色的。如果你这个菜品如果用一个大一点的碗，白的碗，给它全部装起来，用白色的东西呢把这个菜呢拢在一起。然后呢，旁边放一个小树，就你的树底下
用黄色或者南瓜或者什么东西捏几个小筋 Daraxtning 儿， tegisi 在树 ranglik 下， narsalardan qo'yib qo'ygan 哎 bo'lsangiz，deydi. 在树下在那牵食或者怎么样，那你这个菜的效果会更好一些。好，谢谢。 Bo'ldi. 谢谢张老师的精彩点评. Xuddi Jon muallim so'zlab o'tganga o'xshasha, bizning shu taom madaniyatida cho'qim yangilik yaratish kerak. Undan keyin kishilar hozir zamon taraqqiyotga ergishib, tamoqdimi qulaylik bo'lishni bekerek talmirdigan bo'lib qoldi. Masalan, boya biz ilqi qo'rg'i kebab. Qo'rg'i kebabni yegan vaqtimizda Jon muallim so'zlab o'tdi. Agar yana bekerek izlangan bo'lsangiz, o'sha qo'rg'i kebabninki tutadigan yeriga azroqla so'ngakni qo'yib qo'yib, uningga oq yaltiroq qog'ozni o'rib etib, uning ustidagi qismininki shu so'ngini evatgan bo'lsangiz, yeyishga texmo qulaylik bo'ladi deb shunday yaxshi taklif fikrini berdi. Ishmanki bizningki oshpazlarimiz bundan keyin o'zininki kasbida cho'qim texmo yaxshi ilgirlab, nurg'ulgan bilimlarni mana bizning mushundaq tajribasi mo'l ustozlardan o'rganib olaylik deb qarayman. Sizlarga yana bir qatim omadlar yor bo'lsin. 感谢张老师的精彩点评。 Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Qadrli ko'rman do'stlar, yuqorida biz bugungi 3 mayirimizning bizga tayyorlagan qo'rimlaridan eg'iz tegib, ularga bo'lgan tushunchimiz texmo ishkirladi. Unda bo'lsa, ularning qo'rimlariga bizning shu baliqchilarimiz qandaroq baho berdi ekan va ularga qancha nomer qo'ydi ekan birlikda ko'rib boqaylik. Baliqchilarimiz nomerlarni ko'rsatgan bo'lsanglar, oldi bilan bizning bugungi 1-nomerlik mayirimiz Elijon G'upur apandimga qanchalik baho, qanchalik nomer qo'yildi ekan birlikda ko'rib boqaylik. Elijon G'upur apandimning nomeri bo'lsa 9 nomer, 8 nomer, 9 nomer, 10 nomer, 9 nomer, 8 nomer. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. 2-nomerlik mayir Parat apandimga. 2-nomer mayirimizning erishgan nomeri bo'lsa 10 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 10 nomer, 8 nomer, 9 nomer. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. 3-nomerlik mayir Abdurimga. 3-nomerlik mayirimizning erishgan nomer soni 9 nomer, 8 nomer, 10 nomer, 9 nomer, 9 nomer, 9 nomer. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa biz yana shu vaqtni ching tutib 3 mayirimizning eng oxirgi natijasining qanday bo'lganligiga qarab boqaylik. Bugungi natijaning adil bo'lishi uchun Xinjiang Subiy advokatlik o'rnining advokati Rahmanjon Olim apandimni natijani e'lon qilishga taklif etamiz. Qani, marhamat. Oldu hemse, şu bağlı uçtazlar, şu 3 mayırdan tamaklarını körüp yatağın ekin, tövenkideki numarını yarıptı. Ben yine şu asıdın üstü geçe bir elan kıpetsem. Bugünkü şu sekrimizde 3. erişken mayırımız Elijon Ustam. 69 numar. Muborak olsun Elijon Ustam. 2. erişken ustam Abdurim Ustam. Algan numar 74 numar. Muborak olsun. 1. ağam ustam Parat Ustam. Parat Ustam'dan şu Abdurim Ustam qaraganda numara fakat 1 numara yukarıya 75 numar. Muborak olsun. Muborak olsun. Paratcha Ustamda inkas deganim yo'q, hozir suv ichib o'qinaya birinchi oldim. 3 mayirimizning hammasi o'z kuchini ko'rsatdi, o'ziniki alayligini bizga namoyon qildi va shundaqla bularning ustidan biz ularning mush kasbi bo'lgan qizg'inligini, so'yishni bilib ola olamiz. Shunaqo. Uchelisi bizning nazarimizda baliqchilarning nazarida birinchi. Endi men musobaqa turg'ashqa bu yerga shu birinchi, ikkinchi, uchinchi deymizda, ammo meshaga chiqqanning o'zima cho'ng qalbanglar deb o'ylaymiz. Shundaq, sizlarga yana bir qatim muborak olsin. Muborak olsin sizlarga. Biz mukofot taqdim berishga Xinjiang Oshpaz Ustam yemak-ichmak boshqarish cheklov shirkatining qurg'uvchisi Ershad apandimni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat, Ershad apandam. Mangu yor olsun, baxt-omat sizlarga.
Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ko'rayotganinglar Şinjan Odukan Madaniyat Tarqitish şirketi, Şinjan Aşpazustam Yemek-içmek şirketi birleşip uyushtirgan, Ürümçi Hayat Suv şirketi Şaxta maylari tajdorligini algan, Şinjan Qo'shnur Yemeklik Taraqqiyot şirketi Qo'shnur kasmi cho'plari alayida qo'llagan, Şaxta Am Aşpazustam Talant Sahnas programmasi Her birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Mushturqida sizlarning hozirgi shu qalb so'zlaringlar bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsak, Aşpazustam talant sahnasiga mayır bo'lib tanlanganligimdan ayt qo'shildi. Ata-onamiz hamda ishimizning kechib mush kesibni o'g'itib, mush kunga erishdiganligiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bolalarimga, ayolimga chin ko'nglimdan rahmatimga. Rahmat. Ustozimga, ata-onamga, urug' tuqqanlarimga, bo'libmi men bilan tang jafo tortayotgan ayolimga rahmat aytaman. Esil. Rahmat. Kichkindan cho'ng qilgan ota-onamga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Hamda meni yetaklab sahna chiqarg'izgan ustamga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Bo'ldi, rahmat. Rahmat sizlarga. Unda xo'sh tövəndə biz karxanchilarimizning yurak so'zlarini anglab boqaylik. Oldi bilan biz Ürümçi Hayat Suv şirketining shirkat vakili Turg'unjon apandimning so'zini anglab boqamiz. Marhamat. Ha, maylar, yaxshimsizlar? Uchonlarning birga olib kelgan tamoqlar haqiqatan birsi-birsidan isil. Abdurim Muhammad ko'zam tushdi. Bizning yaqin ichilish oldi turgan bir oshxonamiz bor. Agar men bilan hamkorlashni xohlasangiz, bugun naq maydon to'xtamizga tayyorman. Voy, mana. Esil, chavaklarimiz bormi? Rahmat. Men o'ylashib boqay. Siz o'ylashib qachon ma'qul bo'lsangiz, bizni biz har qachon hamkorlashsak bo'ladi. Mana shu Turg'unjon apandimni ismingiz bo'ldi, ha? Turg'unjon, manda esil taomlar mukofot buyumi yo'qmi? Mukofot buyumlari bor. Sizlarga Shaxta markalik qo'noq maydon bir yurish sovuq qilay. Rahmat sizga. Ondan ba'li ustozlarga bizning huzur tug'is etgan chaylarimizdan, huzur o'chkis etgan chaylarimizdan 100 sovuq qilay. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, undan bo'lsa biz yana bir karxanchimizning so'zini anglab boqaylik. Şinjan Qo'shnur Yemeklik Taraqqiyot şirketining qurg'uvchisi Yosinjon apandimning gapini anglagan bo'lsak, Şinjan Qo'shnur Yemeklik Taraqqiyot şirketi Qarqashda ishlab chiqargan lag'man, so'man, suyg'osh, qo'rdoq qatorliq taomlarni o'xshitib etishda sizlarga kerak bo'lgan qolaylik kasmi cho'plarimizdan, ya'ni gomiyan deb qo'yamiz, shu cho'plardan bir yurishni hadiya qilay. Uningdan boshqa yuyish buyumlari shirkatimiz ishlab chiqargan kir yuyish mahsulotlari, qoch-quchi yuyish mahsulotlaridan bir yurishni hadiya qilay. Yoqtirishinglarni umid qilma. Rahmat. Bizniki bu programmamizni Nadira Nurg'ulg'an oshpaz ustamlar ko'ryapti, har millat xalq ko'ryapti-ku. Shunga shu programmaga endi qiziqib Nurg'ulg'an oshpazlar tizimi tutgan bo'ldi. Esil sakna oldi deyman. Karxanchilar talashyapti. Oshning o'zi g'alaba emasmi? Shundaq, shunga biz bu yerda bizning Hayot Suv shirkatiga va shundaqla Aşpazustam Yemek-içmek boshqaruv shirkatiga yana bir qatim rahmat aytamiz. Sizlarning mushu sahna bizga hozirlab berganinglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Unda bo'lsa biz mushu Şinjan Aşpazustam Yemek-içmek boshqaruv shirkatininki mudiri Irshad apandimning so'ziga taklif qilaylik. Sizlarning kelib qatnashib berganinglarga rahmat aytaman. Bizning shirkatning ishiga sizlar uchun davomli qo'shib qo'llab berganlarga. Irshad apandim, bu sizlarning ish boshqa vaqtda taqatdimi? Bugun pultini ichib yetibdi. Boshqa kishi ashning tegiga xishqi bostirib qo'ygan-a? Har birimizning tam tuyg'usida bir yangilik bor. Ekran oldidagi qadrli ko'rman do'stlar, sizmi tamoq etishga qiziqamsiz? Sizmi tamoq madaniyati qiziqamsiz? Ko'ngil bilamsiz? Sizmi o'z talantingizni mana shundoq cho'ng sahnalarda namoyon qilishni o'ylamsiz? Agar shundoq o'ylasangiz, bizning sahnamiz sizni qarshi oladi. Hurmatli ko'rman do'stlar, bizning bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Kelarki sonda qaysi mayrimiz bu sahnada paydo bo'ladi, ha? Xo'sh.